24dan 6ga tushdi. Bu вообще mo'jiza. Uni mani doktorlarim 26 yil o'sha 26 yil ichida shahar 6ga tushgani, mani shahrim 6ga tushganini uni mo'jiza deb atashdi. Chunki hech qachon 6 bo'lmagan edi. Mana o'sha o'limni og'ziga borib qoluvdi. Keyin mana shu dorini menga jiyanim olib berdi, mana shu fitodiabetni. Men bir kurs lecheniya ichdim, mani shahrim 6ga tushdi. Bu dorilar sal kechroq chiqdi. Mana shu topini o'tib ketishdi. Biz 6 qizmiz. Bizga otamizni shahar meros bo'lib qolgan. Fitodiabet tugadi, men yana ichmadim. Keyin yana oyoqlarim ishib, oyoqlarim og'rib, yana ozgina qiyinchilik bo'ldi. Ochig'i, men yolg'on gapirishni yomon ko'raman. Ochig'i, keyin dekabr oyida yana shuni ichishni boshladim. Yana o'zi boshqacha hayotga qaytdim, qadamlarim shaxtamlashdi. Men ona uchun birinchi farzandlari ko'z oldimda turarkan, o'sha farzandlarimni kamolini ko'rish uchun yana shu fitodiabetga murojaat qildim. Yana shuni iste'mol qilishga o'tdim.